Ko'sbiroq ayrilib bir og'irroq, yuraklariga larza solar hayhot so'nggi qo'ng'iroq. Ey chalg'uvchi qo'ng'iroqni chala qolgin jo'shqinroq, qayda yursak esda bo'lsin har on so'nggi qo'ng'iroq. Ulg'aydingiz solib ilm sirlari, bilim bergan ustozlarga tezib rahmat ofarin. Ey chalg'uvchi qo'ng'iroqni chala qolgin jo'shqinroq, qayda yursak esda bo'lsin har on so'nggi qo'ng'iroq. Endi tabriklashning so'z navbatini 9-sinf qizlariga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz ustozlar va o'quvchilar, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar. Mana bugun Mustaqillik bayrami bilan sizlarni chin qalbimdan tabriklayman va 1-sinfga qadam qo'ygan jajji Shirinna Shakar singillarimiz, ukalarimizni a'lo baholarga o'qishini tilayman. Va hammanglar yangi o'quv yilida a'lo baholarga o'qishlarni tilayman. Mana shu sovg'amizni kichkina qizchamiz, singilchamiz Umidaxonga topshiramiz. Rahmat aziz o'quvchilar, kimki qadam qo'ysa u topgan iqbol. O'zingsan muqaddas aziz koshona, ilmga bo'ladir barkamol, bilim dargohi mehribon ona. Ayzar yana bir yigitimizning tabrik so'zi bor ekan. Marhamat, 9-sinf o'quvchisi Sardorbekni o'z dil so'zlarini eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Bizning qo'ng'iroqni chalayotgan qizlarga arxon sovg'amizni tabriklaymiz. Tilakdoshman. Bilimlar bellashuvi, fan olimpiadalarida yanada ko'proq yutuqlarga erishib qolamiz degan umiddaman. Hozir prezidentimiz tomonidan 1-sinf o'quvchilarimiz uchun sovg'alarni e'lon qilamiz. Asrorxon va Qizlarxon. Ibrohimov Akbar. Mamirova Zebo. Ahmadjonov Farruh. Sobataliyeva Umida. Toshpo'latov Zuhriddin. Atrofxonova Feruza. Amonullayeva Intizor. Erkinov Oybek. Yo'ldosh Xo'jayev Alixo'ja. Mamirova Madaminova Maftuna. Hamroyev Jasurbek. Zaripova Sarvinot.
yetakchilari, hurmatli o'quvchilar hamda 11-maktabgacha ta'lim muassasasini bitiruvchi aziz tarbiyalanuvchilar. Mana sizlarni butun respublika miqyosida bo'layotgan tadbir bo'yicha hammangizni tabriklayman. Sizlarga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. O'ylaymanki, ushbu dargohi hech qachon yomon deb bilmaysizlar. Imkon qadar mana 12-yil 1-sentyabrdan 12-yil mana 25-avgustgacha bizni tarbiyachilarimiz sizlarni 14 ta dastur asosida tarbiyalab yetkazdi. Shulardan mana 3 ta tarbiyalanuvchi bolalarimiz test sinovlarida eng yuqori ball oldi. Shulardan bittasi Yo'ldosh Xo'jayev Alixo'ja 137 ball oldi. Tabriklaymiz, tezroq. Ahmadjonov Farruh 120 ball olgan. Ibrohimov Akbar 100 ball. Aziz o'quvchilar, o'ylaymanki, mana shu 9-sinfni bitirayotgan aka-opalaringiz qatori siz ham ilg'or davlatimizga yetuk namoyandalar bo'lishlaringizga tilakdoshman. Hammangizni bayram bilan tabriklayman. Rahmat. Ustozlar, sizlarga ham bolalaringiz, ya'ni bog'cha bolalari nomidan, maktab o'quvchilari nomidan ming bor tashakkur aytaman.